Tövəndə diqqətinizə mening Amerikalik qo'shnilarim degan yozmani taqdim qilaman. Mening Amerikalik qo'shnilarim chet elda yashab qolgan kishilarning har qandig'i toki turmushi izig'i tushib, o'ylik o'choqliq bo'lib, bir yerda muqim turmag'icha necha qatim ko'chib boqadi. Bularning ichida o'quvchilar xizmati borlarga qaraganda, bo'ytaqlar to'y qilganlarga qaraganda, uy ijaraga olganlar uy setib olganlarga qaraganda ko'proq ko'chidi. Undaq bo'lishning har turli sabablari, jumladan oilaviy, ijtimoiy va iqtisodiy sabablari bor albatta. Menmi chet eldagi hayotimda bu jarayonlardan mustasno bo'la olmadim. Bizda yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni yaxshi degan so'z bor. Men mushu so'zning ma'nosini chet el muhitida tushunib, yashashga tirishib keldim. Mening haqiqiy ma'noda qo'shnim bo'lgan chog'lari tunji qitim xizmatga chiqqan chog'imdan boshlandi. Mening ko'nglim dastlabki ko'zimga issiq ko'ringan shaylarga, odamlarga bog'lanib qoladi. Amaliyot ularning saqtligini, mening sezgilarimning xatolashganligini isbotlamag'icha men ulardan oldirab voz kechmayman. Shu ma'noda aytganda, meningdagi menga o'qish mukofoti bergan Sharqiy Shimol universitetiga bo'lgan hissiyatni shundoq. Shuni men ayolim Urumchidan yetib kelgandim keyin turadigan uyni maktabga piyoda 3 minut keladigan yerdan, ya'ni Tovanki Roxbury deb atiladigan Lower Roxbury degan rayondan oldim. Iqtisodiy kamchilikning odamning tanlashini taraytirganligi aniq. Men yanchiqimning ahvoliga qarab aylık icarası $1000 bo'lgan 2 qizliq uyni ijaraga oldim. U chaqda men o'quvchi bo'lib, maktabdan oyda beradigan $1500 yordamchi o'qituvchilik puli va ta'til mezgillarida maktabning kutubxonasi, kompyuterxonasida ishlash va yotoq binosida saqlash qatorliq soatiga $7 bilan $9 atrofidagi ishni ishlab, terikchilik qilatdim. Bostonda uy ijarasi qimmat. Ham narsalar xeyli arzon bo'lib, yemak-ichmakka ko'p chiqim ketmaydi. Shundaq bo'lganlikdan biz ashunchalik pul bilan seriq tal kun o'tkazib, jon saqlab turdik. Boston Amerika bo'yicha tarixi uzun. Nupusi yildan yilga ishib berayotgan shahar bo'lib, uningda va uning qo'shni shaharlarga nurg'un oliy maktablarning joylashishi bilan bu shaharning nupus tarkibida yoshlar cho'ng salmoqni egallaydi. Bu yerda har qaysi davlatlardan yoki hukumatining yoki boshliq yoki tijoratchi oilasining iqtisodiy jihatdan qo'llashi bilan kelgan o'quvchilar nurg'un. Ular uy ijarasining yuqoriligi bilan hisoblashib ketmaylar, uylarni ijaraga olib o'ltirdi. Bu uy ijaraga berish jihatda uy egalarining ustunligiga qilgan. Ya'ni uy egalarining muomalasi alsang al, almasang adam bor. Men ijaraga olgan uy qartanliklar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonda bo'lg'achqlar, bahos shundoq bo'ldi. Aqtanliklar rayonida bo'lgan bo'lsa, balkim $1300-1400 ga olg'ili bo'lmaydi. Chunki ba'zi kishilar qaratanliklar rayonini xatarlik his qilib, u yerdan uy ilishga jur'at qila olmaydi. Albatta, u xil qarashqa bir xil eriqchilik va kamsitish yo'shiringan. Mening nazarimda har bir mavjudotni yaratishimiz o'zi yaratgan bo'lgandan keyin o'zimizga o'xshamaydigan boshqalarga bo'libmi? Aciz bir to'pga kamsitish ko'zi bilan qarash bir xil adolatsizlik ham axloqsizlik hisoblanadi. Ma'lum ko'ngilni g'ash qiladigan ish yuz berganda bir to'pga emas, shu odamga konkretni shu ishning yuz berishining sababiga qarash lozim albatta. Manga uy ijaraga bergan xonim Marian ismli qartanliklar irqidan bo'lgan 50 yoshdan oshgan sestra ayol bo'lib,
Dastlabida bu uyga $1100 baho qo'ygan edi. Onunğa yaxshi gaplarni qilib, to'g'risini aytganda, bu xotinni kuldirdim degandan ko'ra ta'sirlantirib, ashunchalik bahoda ijaraga olgan edim. Balki shu sababdan bo'lsa kerak, bu xonim bu yerda turib o'ltirgan 4 yil mobaynida mening uy ijoramni qat'iy oshirmadi. Odatda har bir yil o'rilganda uy egillari iyiga kam deganda $50 qo'shib mangdi. Bu uy maktabga, bozorga, ham ommaviy qatnashga yaqinligi bilan bizga obdonli yoqdi. Balam tug'ilgandan keyin uning yarim yillik bog'liq hayotimi bu uyda o'tdi. Shundoq bo'lganlikdan hozirmi shu mahalladan yilda 2 qatim o'tib qo'yaman. Shu joqdan boshlab mahallaning do'qmishda dukuni bor Ispan mo'mayga salom qilib kuldirib qo'yaman. Marian yaxshi niyatli xonim ekan. U asli erkiy kamsitish egri bo'lgan janubdagi bir shtatda tug'ilib cho'ng bo'lib, Bostonga o'qishga kelib, turmush qurib, tirishchanlik va iqtisodchanlik bilan yashaganiga xeyli yillar bo'lgan ekan. U uy bahosi tuvan bo'lgan yillari mushu rayondagi binodan bir necha uyni setib olgan bo'lib, bu uylarni o'quvchilarga ijaraga berdi ekan. O'zi turmushda oddiy-soddiy edi. Kech-kechalab tirishib ishlaydi. U menga o'zining namratlikda cho'ng bo'lganini, atrofdagi namratchilikning o'ziga bak ta'sir qilganligini, odamlarning yaxshi muarif tarbiyasi elish orqali va tirishib ishlash orqali iqtisodiy muhtojlikdan qutula oladiganligiga ishonganligini, hamda xeyli burunlar keyin pul topsa maxsus qora tanlik balalarning o'qishiga yordam qiladigan niyatining shakllanganini, o'zining ijaradan kirgan puli bilan bir fond qurish o'yining borligini va bu pulni qora tanlik namrat qizlarning o'qishiga ishlatmoqchi ekanligini aytib bergan edi. Ayni chaqda men bu xonim so'zlab bergan narsalarni anglab, uni oliy janob xonim ekan deb o'ylab ekanman. Ammo uning qilayotgan ishining ahamiyatini tushunishga urinib ketmabdi ekanman. Keyin o'ylab ko'rsam, bu ayoldagi xislat va uning qalbiga yo'shiringan muhabbatni bizning odamlarimizdagi oz to'la pul tepib qilib, boshqalarga o'zini ko'z-ko'z qilishga aram turadigan ba'zi qisman ruhiyat gadoylarga selishtirishga bo'lmaydi ekan. Bu yerda bizga Kolumbiya mamlakatidan kelgan bir jup ayol rassom qo'shni bo'ldi. Ular bilan salom sa'dlashib o'tdik. Ammo yana bir qo'shnim Reki ismli bir qarasa Uyg'urga o'xshab qoladigan qora tanlik, ya'ni qora tanlik bo'lgani bilan rangi ro'yi oqish bu kishi bilan ko'proq paranglashib qo'yatdim. Reki jamiyatni xiyli kuzatib qo'yadigan xushxo'y ham qiziqchi kishi edi. Men tunji qatim onundan Amerikaning ko'chalarida uxlash kiyimi bilan ko'chaga chiqib qolsa, qo'shnilarning saqchilarga ma'lum qilganligini anglab, "Tazi qiziq ekan bu ha" deb o'ylagandim. Ochmaydigan ya'ni ichvasi gap yo'q. Yipib yursa, tutib ketsa, nima gap bo'lib ketdi bu? Chunki Reki bir saharda mening uxlash kiyimi bilan mahallagi do'konga sutga chiqqanligimni ko'rib ogohlantirgan edi. Uni chaqchaq qilyaptam ekan desam, chiroyli samimilik. Shuningdan keyin men talog'i uxlash kiyimi degandimi, nacharim kiyim emas, xeyli obdonli bir kiyim edi bu. Ammo shundaqdimi, bu kiyim bilan talog'i chiqib salmadim. Ardın necha yil o'tib, yaqin birisining uxlashda kiydigan ishton bilan mahallaning ko'chasida aylanib ketyapsa, saqchining surishti qilganini va mashinasiga silib uyga akilib qo'yganini ko'rgandan keyin ondan ishondim. Mubada mahalladagi do'konning egillari Porto-Rikoliq ispanlar bo'lib, ichim pushqanda ular bilan paranglashib qo'yatdim. Biz u yerda taxminan 4 yil turdik. Ya'ni meni bir qora tanlik zaharlik chekimlik chekadigan yosh bola 2002-yili 25-oktyabr kech soat 6lar atrofida tapanchi bilan bulg'uchi bo'lgan arliqda bexaraman yashadik. U baxtsiz yosh tas qolgan edi-da, meni ozg'ini pul uchun etib o'ltirib qo'yg'ili. Shu ish yuz bergan kuni uyda yotmadik. Shundan keyin xotirjamligimiz buzildi. Buzulmasa tuzama deyishdi Amerikaliklar. Men bu xil hayotni bu yerdan ko'chib ketish orqali tuzashga majbur bo'ldim va oz kundan keyin Bostonning sharqidagi aerodromga yaqin yerdagi bir shirkat tarafidan boshqarilgan binoga ko'chib ketdik. U uylarning bahosi $1400 bo'lgani bilan qishning kuni issiqlik haqsiz edi. Bostonning sovuq qishlarida
Öyünü ısıtışqı mı jıq pul ketedi. Şoň bu bahana mı muvafiq gördük. Bu yerde bizge qoşuntarçılık yetkizgen 2-3 ailelik kişi boldy. Birisi Saddam Hüseyin'nin zulmünden keçip Amerika'ya kelgen Iraklyk musulman ailesi bolup, ular bilen az tol tamak süngütüşdük. Yani biri Melba ismlik sestra ve onun yoldaşı bolup Amerikalık ispanlar edi. Ular Uygurlarga okşaş oçuk yoruq bolup hayatını kızgın söyüp yaşaydı. Yazının aptaplık günleri ayal koroğu çıkıp olup, kalı güçte kebap kılıp koludu koronanı götürüp olup, yani Meksika'nın içimdeki. Ketip salsa oynap koyuşuydu. Meni körsüle çakırdı. Kavpını yemeymen de elbette. Ama koronasını edep yüzüstüm birini elip koyumen. Öyge dostlarını çakırıp qaz sorap koydu. Salsa ba bugün kirem sen dep. Çünkü ular menin salsağı iştiyak baxlığını bilip ulgurdi. Bular bilen mi şundak yaxşı tunuştuk. Hem yaxşı ötüştük. Balamni çoğunlar elip kelgende onun balları bilen yaxşı oynadı. 2007-yılı iyulda ayalım New York'taki doktorluk programısını tüketkende Quincy doktorxanası hizmet düştü. Şu sebepten biz Boston'un Quincy'ye ötkeldik. Bu yerde aran 10 aylı turduk da Boston'un janubunun öyisi ölüp ötkelip kettik. Ama bu 10 ayda biz Amerika'da turgan hayatımızdaki en naçar qoşundaşçılıkını gördük. Bizning ijarə qalğan öyimiz 4-cü qavatda bolup, 3-cü qavatda yeşi 50-dən aşqan sörin tələt aqtanlıq bir ayal tənha turdu ekan. Bu binada köprək Hindistanlıq, Pakistanlıq və Türkiyəlik injener, doktor qatarlıq kəsbi xadimlar turduğan bolup, bu ayalda çətəlliklərə qarta bir xil öçmənlik şəkillenib qılğan bolsa kerak. O, mən öyle yalnız turgan çığımda 2 qitim kündüzdə işini urup kirdi. Senin aşxanаңdan menin aşxanаңga su eqibatıdı. Aşxanаңga qarap baqaman. Amerika'da puqra emas, saqçımı ruxsatsız aldı birisinin öyüge bundaq usub kirelmeydi. Her qitimde ben onunla yol koydum. Er kişi bolsa o meydisini ittirip çıqıp ötetdim. Lekin ayal kişi bilen taң tursaң, aqibeti yaxşı çıkmaydı. Qarap baq, nemiş şundaq buldu, ben mi uqmadım. Bina başqurulğanlığı ma'lum qıp baqay. Ben binanı başqurulğanlığı ettim bulğan ahvalını. Karın bolmusun, o bu öyge kim kirse aşındaq putaq tapıdı, deyişdi ola. Arada ma'lum masala ötken bir şembe günü taң saat 6'da birisi işini qattiq urdi. Biz bu qattiq ovozini cho'chib uyg'onib, ishni ichishimiz bilanla ayol uyga borandaklar usib kirdi. Yana so'y qilyotdi. Angacha ayolim uning qarab g'azab bilan vaqirdi. Chiqaveydin. Nima qilyapsan? Ha? Ma'lum qilganing qonunsizlik. Hozir saqchi chaqiraman. Bu gapni anglab o taqqida turdi va og'ziga gap kelmay qoldi. Men ahvolni kuzatib turdim. Yo'qol mening davlatimdan. Onun ağzı şu gapli geldi. Mening davlatim, bu seninle davlating emas, bizningmi davlatimiz. Biz ishlab baş tapşırıvatımız. Sen yo'qol ko'zimizdan hozir. Seningmi ati boboň bir yerden kelgan bir chaqladi. Ular burun kelgan, biz keyin keldik. Vaqt farqimiz bor faqat. Zaharni zahar qaytirdi degan rost gap mana. Ayolimning deganlari haqiqat edi. Şoňa men ularga aralashmadim. Onun açıq kelsa, men qo'rqmagan bilan, uni Xudo biladi ba'zida. Mavi ayol rastını cho'chidi-da. G'inqinmay tushib ketdi. Qara, haqqa bozak bo'lmaymizmikin deb bu yerga kelsak, bu yerda bozak qilman deyapti-da odamni. O'donshida u. To'g'ri qilding dedim men uning madad berib. Shunda qildigan bir yerga kelgan edi zodi. Men er kishi bo'lgandikin tang bo'lmay ayol kishi bilan dedim. Amerika ko'chmanlardan taraf topgan davlat bo'lg'achqa, puqrolarining tarixini surishti qilsang, yerlik xalq indiyalardan boshqa hammasining degidek ati bo'lsa, ko'p bo'lganda 400 yil burun bu yerga, u yer bu yerlardan kelgan. Bu zaminning asli egisi yerlik indiyalar ekanligini hamma odam biladi, hatto amerikaliklar o'zimi e'tirof qiladi. Sifatsiz odamlarla irqchi qiladi. O'ziga o'xshamaydiganlarni chetga qiladi. Lekin Amerikada bundaq odamlarning basra kasat. Mutamlikning cheki bo'lishi shundaq-ku. Bu ish 3 qitim takrorlanğaçqa, ben onun üstüden bina başqurulğanlarga tırnaqçılıkka chiqib chiqdim. Aslida men birovning ustidan birov chiqimchilik qilishni eng o'ch ko'radigan odam edim. Ammo bu qitim qo'zg'im ko'pdi. Chunki biz bekorga turmayapmiz-da u yerda. Ham biz uning huquqiga daxl tarz qilmadik. Biz bu yerda hujumga uchirg'icha edik. Bina başqurulğanlar onun bilan so'zlashligini aytdi. Binadan ko'chirtimiz to'xtam to'shqanni deb tahdid qilgancha uningga. Shu ish bo'lgandan keyin u ayoldan ikkinchi savdo kelmadi. Bizni ko'rsa o'zini tartib yerga qarab go'shib turdi. Birovni ojiz ko'rib, mahrum qoldiraman desang, o'zing mahrum qilish girdog'iga tushib qolasan. Mana bu shundoq, hey gadiyay.
Amerikaning baş siyosati tanha yoshlarga qaraganda, to'y qilib bir uyda turganlarga, uy ijara qilib o'ltirganlarga qaraganda, uy setib olganlarga foydali qilib tuzilgan. Bu hukumatning aholining jamiyatda muhim o'rinda turganligini, aholining jamiyatda muhim o'rinda turganligini e'tirof qilganligi bo'lib, uy qilganlarga, to'y qilganlarga baj o'lchimini nisbatan tuvan qilish orqali ayollarning bir uyda birga turishi hamda aholining pul iqtisod qilib shaxsiy uylik bo'lishini rag'batlantirdi. Yaqinda e'lon qilingan iqtisodiy tadqiqotlar ajrashmagan ayollarning ajrashib ketganlarga qaraganda bayroq bo'ladiganligini sonliq ma'lumotlar bilan yakunlab chiqqan. Bay bo'lay desalar, hargiz ajrashmasizlar juma. Agar qarshi taraf bir odimiyligi yo'q sarang bo'lmasalar, balalarga o'gal bo'ladi, o'zlari ham gaday bo'ladilar. Ham shundaqli yana bay bo'ladi ekanman deb yana ko'chib yugurib chiqib aldirabni to'y qilganmisizlar. Chaqchaq bu. Biz yeshimizning cho'ngib berayotganini o'tgan 10 yilda har xil sabablar tufaylidan to'liq ko'chib yurib ketganimizni, endi muqimroq bir yerda o'ltirib yashashimizning har jihatdan yaxshi bo'ladiganligini his qilib, setib oladigan uy izlashga boshladik. O'xshamagan rayondagi o'xshamagan baho va sifatga ega uylar odamni o'ylantirib qo'yapti. 9 oydagi uy izlash, izdinish, uy ko'rish, sodilish orqali oxir ko'nglimizdagi uyni topdik. Endi undan keyingi ishlarni xeyli qo'l tutdi. Men o'ylab ketdimki, yo Allah bu uy ilish bizning Tursun muallimning xotin ilishimi tas bo'lib ketdi ya. Fakultetimizga Tursun muallimga tirnoqni to'xtayda qiz izlab uzoqroq saqlab oxiri shoir Tursun Qurbon muallimning maslahatini to'g'ri ko'rdimi? Tirnoqda emas, uyda to'xtaydigan esel bir doktor xonim bilan to'y qilib baxtini topdi. Endi ma uy deganni o'ylashmamiz bo'lmaydi-da. Bir mashina olsang, yarmi setib olsang, tortadigan ziyning oz bo'ladi. Ammo uy yarmi setib olsang, tortadigan ziyning ko'p bo'ladi. 2008-yil yozda biz Bostonning g'arbiy janubiga joylashgan, ya'ni Bostonning 24 kilometr yiroqdagi yerdan uy setib oldik. Yangi ko'chib kelgan mahallamizning nomi Yog'ochli qiyo degan ma'noda bo'lib, bino bo'lganiga 60 yilcha bo'lgan aholisining hammasi degidek oqtalik ekan. Biz bu yerga kirgan tunji musulmon bo'lsak kerak. Biz ko'chib kelgan dastlabki kunlari mahalladagi kishilar birdan ikkidan kelishib tanishlik berishdi. Ular o'zini do'stonlik bilan tanishtirganda, men bu do'stonlik bilan o'zimni tanishtirdim. Savol so'rashganda bo'lsa, ularning ba'zi savollardan biroz rahatsiz bo'ldim. Chunki ularning ichida ba'zilari bizning musulmonligimiz chiqib turgan chiroyimizga qarab, zodi nimaligimizni bilib baxmoqchi. Qo'sig'likni muayyanlashtirmoqchi bo'lgandek savollarni so'rab berishdi. Bundaqlar qizg'in bo'lmadim. Bilmoqchi bo'lganlarni ham bildirmadim. Ko'pincha vaqtda sana samimiylik va saf niyat bilan muomala qilgan kishilar sening arilishib o'tadigan odamlaring bo'lib chiqadi. O'ng qo'l tarafdagi egizlikdan yer setib olib uy solgan Antoni Irlandiyadan kelgan bo'lib, o'zi intayin ishchan, qo'li gul yigit bo'lib, uning bir qurilish shirkati bor ekan. Uning ayoli Amerika tug'ilgan Irlandiya naslidan bo'lgan xonim bo'lib, ota-onasining yurti Antoni bilan bir yerdan ekan. Biz yangi uyga ko'chib kirib qilgan birinchi ish mening xat sanduqini bekitishim bo'ldi. Men xat sanduqlarini setib olib, o'rak olib uni o'rnatgan edim, ammo uni qattiq bo'ron chiqsa o'rilib tushgida qilib qo'yibdiman. Buningga diqqat qilgan Antoni bir kuni kelib, "Men uni o'rnatib beray" deb xat sanduqni o'rakdan qayta tortib chiqarib, u yerni cho'nqur ko'lab, sement quyib, puxta o'rnatib berdi. Qarsam, Antoni shu kasbning ahli ekan. Ishni puxta qiladi ekan. Keyin uyning ba'zi ishlarini uning haq berib qilg'izdim. Uni obdan bahoda puxta qilib berdi. U dildagi qo'shnimning ismi Scott bo'lib, ayoli bir bankining muhim mas'uli ekan. Bank ularni boshqa shtatdan yo'tkab kelgan ekan. Scottning ayoli o'zidan azroq cho'ng bo'lib, ammo ota-onasiga vafodor xonim ekan. O'zining yashinib qolgan ota-onasi bilan bir uyda turib, ularga qaraydi. Antoni va Scott bu rayonga mendan 1-2 yil burun ko'chib kelgan ekan. Biz uyga ko'chib kelib, ba'zi ishlarni o'rinlashtirishda qiyinchilik tortib, bulardan yordam so'rasam, ular nayt qizg'inlik bilan kirib yordamda bo'lishdi. Hatto o'rni toza yaxshi bo'lmagan yerdagi 2 tal daraxtni mashinasini akilib tortib qo'murishib berdi. Men bularning o'zaro suhbatlaridan burun ularning uncha bir-biri bilan aralashib ketalmaganini his qildim. Chunki Amerikada odamlar bir-biri bilan biz Uyg'urlardek aralashib ketmaydi. Boshqalarning ishlarini bilishga bak qiziqib ketmaydi. Qiziq yeri bu ishimiz o'xshash bir yil to'lgan bo'lib, nayt sizlar o'xshash parang temalari chiqdi.
Ba'zi Scottning qiynatisi Leo'ma kelib parang'i jo'r bo'lib qo'ydi. O'zi pensiyaga chiqqan yurak kesili bor bu kishi bo'sh ovozda gap qilgan bo'lib, uning buni ichishi hurmatini qo'zg'adi. Men ayrilib qilishning, yeganlik his qilishning yomonligini bilaman deb qo'shib qo'ydi u. Sening balang mening navrinlarim bilan o'ynasin. Suv ko'lchaklarimizni suv uzsin. Yana bir qatim o 2011-yili biz 3 haftalik muhlat bilan Iroqqa ketganda ishik oldidagi cho'plarimiz bak o'sib ketibdi. Leo bizning surishimizni Antonidan qilibdi. Men qaytib kelgandan keyin Leo dedi. Bundan keyin bundaq Iroqqa ketsang menga deb qo'y. Cho'plarini kesib qo'yman. Rahmat dedim men bu buvayga. Men ba'zi saharlari ish qilmaganda yoki uning chochlari kumushdek oqargan kampiri qo'lini yiroq turib pulang'ishib salom berdi. Buni ko'rib ko'nglim suyunib qoladi. Uyimning sol tarafidagi qo'shnamning ismi Dani bo'lib, u bizdan 6-7 yosh cho'ng. Bak balajonli kishi ekan. Ikki o'smir o'g'li bilan to'xtamay kaltak top o'ynaydi. Mahalladagi maydonimizga basketbol garni o'rnatib qo'ydi. Yoz kunlari baldirni rahatlansin deb alaydan suv uzish ko'lchigi yasadi. Qizini olimpik gimnastikasiga tanlanib qolsa ekan degan arzuda uning mashq qilgan yer yasab berdi. Qizi kunduzgidek mashq qildi. Olimpik musobaqa tanlanib qolsang, oila bo'yicha berib qo'llayman seni deb rag'bat berib qo'yman u qizni har ko'rsam. Dani asli Amerika dengiz armiyasida 6 yil vazifa o'tagan bo'lib, dadasi Harvard universitetini bitirib, bir xususiy o'rta maktabga mudir bo'lgan. O'zi Bostondagi bir universitetni o'qib, injenerlik kasbi bo'yicha bakalavriat unvoni olgan bo'lsa-mu, ammo yog'ochchilik qilib, tirikchilik qilish yo'lini tanlab olgan kishi ekan. Amerikada ba'zi sohalarda diplomga qaraganda hunar pul. Amerikada shunday kishilar bor. Oliy maktab tarbiyasini ko'rsami, shirkatlarda ishlamay o'zi yaxshi ko'radigan ishni qiladigan. Biz ko'chib kelgan yili bir qatim Dani bilan paranglashib cho'p kezadigan mashina setib olish xiyolimning borligini aytsam, Sears degan do'konga borsang, yaxshi bahoda ola olaysan. Sen berib ol, men uni cho'ng mashinamda elib kelib beraman dedi. Shuning bilan uning degandek qildim. Bir kuni men Dani bilan molni olg'ala do'konga bordik. Shu kuni xizmat qilayotgani bir oqtanlik bo'lar ekan. O kuni uni ish besib olganmi yoki ko'ngling aromi yo'qmi, menga biroz qo'pollik qilib qo'ydi. Men odatda natonish odamlar bir qitim qo'pollik qilib qo'ysa, xafa bo'lib ketmayman. Chunki u kishi meni bilmaydi. Balkim uning shunday qilishida o'ziga ayon sabab bordir. Hamma u odamni hayotimda yana ko'rishim yo'q ekan. Uning ustiga poq chalmasang o'zingga chachraydi. Mening qo'shnim Daniyni uqmabdi ekanman. Askar bo'lib baqqanlikdamikin uning qini tizli qiz edi ekan. "Hey!" dedi u bu yosh bolaga. "Mavi mening og'inam. Sening xaridaring. Nimanda qo'pol muomala qilsa, qini sening boshlig'ing." Danining chiroyi qizirib, heliqi balaga mush atidgandek qildi. Bo'ldi, kerak yo'q dedim men uningga. Bundaq axlatlar bilan tang bo'lmayli. O bala Danining gapini anglab qo'diqdi va darhol o'zini aqlashga boshladi va bizdan apo so'radi. "Seni chatallik deb mushuna qiladi qara", dedi u norozi bo'lib. "Sen meni qarindosh ko'rding emasmi? Mana mushuning o'zim o'yim", dedim men Daniga qarab kulib turib. Keyin men uning bu ishni mahaldagilarga "Dani men uchun ko'krak kirib chiqdi" deb so'zlab berdim. Dani mening bu minnatdorligimdan bak rozi bo'lib ketgan chig'i, shundan keyin meni ko'rsa gapining oxirida brother, qarindosh, inim degan ma'noda shu gapni qo'shib deydigan bo'ldi. Yana bir qo'shnimning ismi Donald bo'lib, Amerikaning dangliq Amobab elektr uskunalari shirkatining Sharq-Shimol rayoniga mas'ul lideri bo'lib, vazifa o'tab pensiyaga chiqqan kishi edi. O'zi Cumhuriyetçiler Partiyasini qo'llaydigan, ayoli Claire xonim tibbiy maktabning professori bo'lib, demokratchilarni qo'llaydigan ayol edi. Ayoli polchaliklar pushidan bo'lgan amerikalik bo'lib, yosh chig'ida alayga kelishgan ayol ekan. Biz ko'chib kirib oz vaqtdan keyin ayol ikkisi kelib o'zini tanishtirdi va yordam lozim bo'lsa tortmasligimizni aytdi. Yordam lozim bo'lmasmi, tortilib ketmaydiganligimni uqmaydi-da bu odam. Kulib qo'ydimmi? Men degan tag'da qirg'iz qarindoshlarning ayrini ichib, qurtini yeb, tuzli cho'ng bo'lgan odam tursam. Mahallaga asta-asta singishga boshladik. Ular uylarda faoliyat bo'lsa chaqirishga boshladi. Men hammasining ko'ngli uchun hech qaysisidan qolmay chiqib turdim. Kishilar bilan paranglashib, ko'p uchrashib tursang, ularga issiq ko'rinar ekan ko'zingga. Senmi issiq tuyuldi ekansan ularning ko'ngliga. Qo'shnidarchilik mana shunday kuchaydi ekan. Biz ko'chib kirgan yili oktyabrda Donald 70 yoshga kirgan kunini tabriklab cho'ng bir marosim o'tkazdi. Men sovg'at kartochkasi va otkritka elib uning uyiga kirdim. Har sahardan og'inisi ko'p odam ekan bu. Shu kuni u bolalarini turmushda bo'lib ketgan ikki o'g'li, qizi va nevaralarini menga tanishtirdi. Shundan keyin uning uyiga ancha-muncha kirib chiqadigan bo'ldim.
o'zi konservativ jumhuriyatchi bo'lib, Jon McCainni qo'llasa, ayoli liberal demokratchi bo'lib, Obamani qo'llaydi. Men ularning uyiga kirganda Amerika saylimi to'g'risida shundaq bir parang boshlab qo'ysam, bu ikkisi qizishib ketadi. Obama mundaq deydi Donald. Obamani aqlab so'zlaydi uning ayoli. Men qiziqib anglab ketdim. Meni o't qo'yrug'lik qildi deb o'ylab qolmang yana odamlar. Men bu saylamga bak qiziqqan edim shu chaqda. Endi mening hafta oxirlari berib qatnashadigan to'y to'kildirim. Berib paranglashib kerak deydigan al og'inlarimning uyi bu yerda bo'lmagandan keyin tanholikni mushundaq yengaman shu. Odam bilan aralashmay bak tanho yurib ketsang, o'zingdan va hayotdan gumonlanib qolsanda, g'alati ishlar yuz berib qoladi. Psixik sog'lomlik intayin muhim. Amerikada qurol orqali boshqalarni qirg'in qilgan odamlarning hammasi degidek ichmijoz, jimg'ur odamlar bilan aralashmaydigan odamlar ekan. Muvofiq bo'lgan ijtimoiy aloqa bu eng kuchli dori. Şun bak adamdan kaçıdığan adamdan sıllamı keçinləcümə. Zeyni bolmasmı? Xoşallık əkəmməydi bunda haq. Bu arayal ikisi bak yaxşı ötüşətdi. Əfsos, Donald'ın ayalı mening rahmatlik xeynanam bilan o'xshash mazgilda, o'xshash tipik rakkeslik kirib tapıb qaldı. Bu jarayonda ikki oila o'rtasida o'zaro tajriba va ko'ngil almashtirishlar va tasalli berishlar bo'ldi. Əfsos, oilasini so'ydigan har ikki xonim 4 oy oldi keyni bo'lib bu dunyodan ketib qoldi. Men insonchilik va qo'shnidarchilikning yuzasidan ko'ngil izhor qilib Kilayir xonimning o'limiga qatnashdim. Balları yig'lab ketmagani bilan Donald shu kuni oylinib tushib doktorxonaga elib ketildi. Biz Uyg'urlarning undaq yaxshi odatimiz bor. Qo'shnilarning ichida o'lim yetim bo'lib qolsa, qo'shnilar o'zaro tamoq etib, o'limlik aholidan hal-ahvol so'raydi. Uyg'ur bo'lganligim uchun menda cho'nqur ta'sir qoldirgan shu urf odat o'zining kuchini ko'rsatdi. Shu kuni kechqurunroq men bozordan tamoq buyurtib, Donaldning oilasiga o'lim murosimi uchun Minnesotadan kelgan mehmonlarga yetkazib berdim. Bu ish Donald va uning bolalariga xil ta'sir qilganchiga bir necha rat minnatdorlik bildirdi. Ayol ketib qoldi. Bu voy o'z yolg'iz qoldi. Men uning ko'nglini yasadim. Chunki bu voy mening qo'shnimda. Bolalaringizning o'zining uyi bor. Siz yalğız qaldınız. Men qo'shniniz. Yordam qilgan qandaq ishingiz bo'lsa, menga davring dedim bir kuni. Bir kuni u meni mashinasini remont qilgan yerga tashlab qo'yishni so'radi. Bo'ladi deb xo'shallik bilan uni degan yerga yetkazib qo'ydim. Mashinada ketib o'tib, o shunaq deb qoldi. Men musulmonlarni bizni bak o'chkirdi deb o'ylab ekanman. Sen undaq boshqalarni o'chkirdigan musulmon emas ekansan. Men uning bu gapidan hang-tangma qolmadim. Çünkü o kichigidin Cumhuriyetçiler Partiyasining ichidagi radikalroq ideya bilan cho'ng bo'lgan kishi bo'lib, uning ideyasini uning ayoli bilan qilishgan saylam haqidagi suhbatidan bilib ulgurgan edim. Qarang, dedim men unga. Haqiqiy musulmon insoniyatni suydi. Chunki u butun mavjudotni Alloh yaratgan, shuning uchun mavjud bo'lish kerak deb qaraydi. Agar musulmonlar o'ziga o'xshamaydigan boshqa insonlarni o'ch ko'rgan bo'lsa, dunyo bugungi dunyo bo'lmaydi. U o'zining so'ziga pushamay ekandek bo'ldi va o'zini tushuntirish ko'rindi. Lekin bundaq gap so'zlar bo'lib qoladi odamlar orasida. Men uning so'zi haqida ko'p o'ylamadim. Chunki amaliy harakatim uning o'ylariga nisbatan bir faktlik javob edi. Texim o'sha 3 hafta burun shanba saharda dars o'tib olsam, uningdan telefon kelib qoldi. Jiddiy ahvol bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb sal jiddiylashib, darsni to'xtatib, darhol telefonni oldim. "Qaysar, bu Donald" dedi buvay. Putimni og'ritib olib, asta oyoq tushib qoldim. Axlatlarimni echqib bergan bo'lsang, men sana pul bersam. Kulib ketdim. Men uning pul bersam degan gapini anglab. Men hozir Bostondagi maktabda dars o'tyapman. Axlatingizni elib chiqib bersam bo'ladi. Ammo elib chiqib beray degan bu ko'nglimni million dollar xajlab bersangizmi setib olmaysiz. Men oldimizda gapda elib chiqib beray sizga, siz uchun. Yaxshi odam, good man deb kulib ketdi u. Bo'pti. Bu qetim men boshqalarni izlab baqay. Yana bir haftasi men saharda turib, uning tayyorlab qo'ygan axlat g'altikini so'rab, yo'l bo'yiga chiqib qo'yib ishga ketdim. O'tgan hafta axlat yig'ishdan bir kun burun u telefon qildi. "Qaysar, putum xili saqaydi. Axlatni o'zim elib chiqa olmayman. Avara bo'lma." Uyg'ur erlari o'zaro chaqchaqlashganda, Savd xotinning qo'rqidi, Davud qo'rqmaydi deb chaqchaqlashib qo'ydi ba'zida. Burun men vatanda bir ikki kishining boshqalarning xotinning qo'rqidi degan chaqchiqni rost deb o'ylab qilib, boshqalarning oldida o'zining xotinning qo'rqmaydiganligini isbotlash uchun xotinlarni o'rib bosh ko'zini ko'kartib atganini anglagan edim. Amerikaliklar shundaq chaqchaqlarni boshqalarni yaqin ko'rgan chig'irdilar deyishidi ekan. Bir kuni yomg'ir bak yig'ib ketdi. Ishqa minishdan burun ko'nglim bir narsani to'ygandek bo'ldi. Yarasi uyga kirib qarsam, suv besib,
u yerga qo'ygan yenik narsalar laylab qapti. Monchining suyini isitgan asbab shu yerda edi. Qarsam, suv o'rlab bir yerga beribdi. Antonining bir qatim suv munosizlikdan o'tib ketsa, bu asbabni buzib etadi, $10,000 ziyon bo'ladi degan esim keldi. Darhol idoraga telefon qilib ruxsat so'radim va turib bo'ngshaydigan odamga telefon qildim. U hayal bo'lmayli keldi. Ahvolni ko'rdi va suv tortilgan mashinasi bor birsini tap, men amal qila olmaydi ekanman deb ketib qoldi. O kuni yaqqan yomg'irda nurg'un odamlarning uyini suv besib ketib, suv tortilgan kichik mashinaning qisib bo'lib ketgan. Nedim bilay. Yana qo'shnilarimdan yordam so'rag'im keldi. Shundoq ko'chib yugurib chiqsam, Antoni mashinasidan kelib qoldi. U mening jiddilashib ketganimni ko'rib, darhol uyga kirdi va dedi: "Suv tortish mashinasi ketdi. Bu suvlarni tortish uchun. Lekin buni hozir topib bo'lmaydi." Shundoq dedi-da, u Skottga va Daniga telefon qildi. Suv davomli o'rlayapti. Antoni chatoqni o'ngshashga kirishib ketdi. Yarasti uyga qizilgan ikki o'rakning birisiga bu o'yini salg'uvchilar suv tortilgan asbob o'rnatmoqda ekan. Yomg'ir suvi ko'p bo'lganlikdan asbob bor yana birisi tartib yetish bo'lmagan gap ekan. Suvni tartib yetish bo'lmagan gap ekan. Scott muhit asrashga oid bir shirkat ishlaydi. O shu shirkatning yig'an mashinasini haydab, konrab ketgan suv tortish mashinasi ilib paydo bo'ldi. Angacha Daniymi kirdi. Biz shu sovuq suvni kechib turib 6-7 soat aplashib ketdik. Antoni tamni teshib shelinkini sirtib chiqardi. Xudoga shukr. Suvmi tortilib bo'ldi. Antoni yana bir ko'lchak suv tortish asbobini o'rnish lozimligini aytdi. Men bilmaydi ekanman. Va hatto o asbobni boshqalar qilsa shu ishni pul qiladi. Sana beray shu pulni sen qilib bersan. Antoni atsli saymonni akilib uni o'rnatib berdi. Xudoga shukr. Shundan keyin har qancha yomg'ir yog'sa-mu, yarasida uyimizni suv bosmadi. Men Dani va Scottga o'z loyiqida rahmat aytdim. Va yana bularning hammasini hafta oxirida mahallamizdagi bir restoranga tamoq taklif qildim. Shu kuni men Antoni va Scott uchimizni Scottning ayoli mashina bilan olib qo'ydi va kech soat 12 da bizni elib ketganligini aytdi. Sizlar azto'la o'ltirib qolsanglar yaxshi bo'lmaydi. Mashina haydasa hozir saqchilar qo'lga oladi deb tushundirdi xonim. Ha, bundaq ekanda deb o'yladim men. Restoranda paran qilishib o'ltirib, Danining chiqalmag'iniga afsuslanganligini bildirdim. Ular kulib ketishdi va deyishdi. O sho'xlik qilib qo'yibdi ekan yillar ilgari qara. Ayoli bilib qilib advini berib qo'yibdi ekan. Shundan buyon kech talog'i chiqmaydi. Tag'din bag'din taza qiziq paranglashib, soat 11 dan 30 minut o'tganda Scottning ayolidan telefon keldi. Yana 15 minutdan keyin keldi ekan. Bizni olg'ilay dedi Scott. Antoni ikkimiz bir-birimizga qarab kulib ketishdik. Biz dal soat yarim kecha 12 bo'lgan talog'i chiqsak, xonim bizni saqlab turibdi. Keyin bir qatim Antoni shunday chaqchaq qildi meni ko'rib. Qaysar, mushu mahallada eng xotin qo'rqmaydigani men. Ondan qolsa sen. Av ikkisini qatorga tizmaymiz. Bu gapni men degan bo'lsam, Antonining ikkinchi o'rin qurib tizat. O'ringa tizib chaqchaq qilatdim. Hamda chaqchaq degan shunday bo'ladi-da. Ba'zi xotinni qo'rqib qo'ymasang, oilning qizig'i bo'lmaydi deb qo'ydim onunga. Antoni kulib ketdi. O Yevropadagi nurg'un davlatlarda yashab baqqan bo'lib, dunyo qarishgan, ko'pni ko'rgan yigit edi. Uning buni so'zi menga pek ta'sir qildi. Qara Qaysar. Men nurg'un davlatlarda yashab baqdim, ammo mushu Amerikada kunini yaxshi qila olmagan odam boshqa yerda yaxshi qila olmaydi. Adam Dubayda bir arab bola bilan to'y qilgan edi. Bu kuyog'il bola qaysi bir yil uyimizga berib, uydagi qo'y go'shimizning hammani yeb ketdi. Dadam ularni, ya'ni arablarni ancha yaxshi ko'rmaydi. Endi mav kichik singlimni bir arab bilan to'y qilyapti. Dadamı bular bilan ko'rishib, aloqa qilishib, hozir musulmonlarmi yaxshi odamlar ekan deb qapti qara. Anglapli qo'ydigan gap emas. Bu tushunib beqishga arziydigan gaplar. 2-3 yil bo'ldi. Qar qattiq yiqqan kunlari Scott o'zining uyining oldidagi qorlarni tozalaganda, idorasining qor tozalash mashinasini akilib, yo'llarni echib tozalagandan sirt, Antoni bilan bizning uyining oldidagi qorlarni qo'shib tozalaydigan bo'lib qoldi. Qo'riqlar rahmat deyishdan yuzim o'yilib, men qo'shnilarimni ularning Rojdestvo bayramida Dunkin Donutning qahva kartochkasi bilan tabriklab qo'ydigan bo'ldim. Demak, haqiqiy qo'shnidorchilik bu shundoq bir-biriga hurmat ko'rsatish, yordamlashish va odamgarchilik asosida texnik kuchaydigan bo'lganlikdan, umi o'z loyig'ida mazmunini beyitib turish kerak ekan. Mening ularga bergan ortqitqirlarimda mendiki ularga bo'lgan bayramlik yaxshi ta'kid bo'lib qolmasdan, balki yana ularga bo'lgan minnatdorligimmi va yuqoridagi his qilganlarim aks etadi albatta. Roziman mahallamdagi nurg'un aholiliklarning orasidagi buni hayotni suyib, qadrlab yashaydigan do'stona ham oq ko'ngil
qo'shnilarimdan. Mazkur asar 2014 yili 10 noyabrda yozilgan.